Bilarmidingiz? Nogironlikni belgilashda vrachlik maslahat komissiyalari degan korrupsion tizimda to'liq voz kechilishi belgilandi. Endilikda nogironlik oilaviy shifokor rasmiylashtirgan hujjat asosida tibbiy ijtimoiy ekspertiza komissiyasi tomonidan belgilanadi. Mutasaddilarga bu tizimni 1-iyundan Toshkent shahri va Navoiyda 1-sentyabrgacha qolgan hududlarda to'liq joriy qilish topshirildi. Shu bilan birga kasalliklarni barvaqt aniqlash va asoratlarni kamaytirish bo'yicha ham yangi mahallabay tizim bo'ladi. Masalan, Ishtixondagi poliklinikaga va mahallalarga viloyatdagi kardiologiya, endokrinologiya va ona-bola markazlari, markaziy shifoxona vrachlari biriktiriladi. Ular mahallalarda yurib aholini to'liq diagnostikadan o'tkazadi. Biriktirilgan oilaviy shifokorlarga kasalliklarni erta aniqlash va davolashni joyida o'rgatadi. Davolash va diagnostika bo'yicha yangicha yondashuvlarni poliklinikada joriy qiladi. Samarqand tibbiyot universiteti professor-o'qituvchilari, magistratura bitiruvchilari ilmiy ishlarni shu yerga kelib yozadi. Yil yakunida natija bo'lsa, mahallaga biriktirilgan ushbu mutaxassislar oyligining 2 karra miqdorida mukofotlanadi.